Amerikada timsohlar qo'riqlaydigan vahshiyona migrantlar lageri. AQShdan chiqarib yuborilishi kerak bo'lib ushlangan migrantlar endi timsohlar qo'riqlaydigan maxsus lagerlarga joylashtiriladi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz, aynan obyektni timsohlar qo'riqlaydi. Prezident Trampning ultra maga dasturi bir qismi sifatida Amerikadagi noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish qizg'in pallaga kirarkan, vahshiyona tashabbus bilan Florida shtatida katta migrantlar lageri qurilmoqda. Ana shu lager atrofi esa hovuz bo'ladi va suvda timsohlar suzib yuradi. NBC News bu haqida xabar berdi. Inson huquqlari himoyachilari va ekologlar esa bu tashabbusdan g'azabda va iloji boricha bu lager qurilmasligini talab qilishmoqda. Florida shtati gubernatori va prokurori lagerni imkon qadar tezroq qurib bitkazish harakatini qilishmoqda. Timsohlar qo'riqlaydigan lagerni qurish tashabbusi esa NBC News'ga ko'ra shtat prokurori James Utmayerga tegishli. Obyekt allaqachon norasmiy tarzda alligator Alcatraz deb nom olgan. Mahalliy matbuotga ko'ra, obyekt 7 kun ichidayoq to'liq qurib bitkazilishi kerak. Loyiha qiymati taxminan $450 million tashkil etadi. Bilasiz, Alcatraz AQSh tarixidagi eng dahshatli qamoqxona. Hozir yopilgan bu obyekt o'ta noinsoniy sharoitlarga ega bo'lib, hech kim qochib keta olmaydigan qilib qurilgan edi. Migrantlar lageri ham shu qamoqxonaga o'xshatib qurilyapti. Kaliforniya shtatidagi San Fransisko ko'rfazida joylashgan Alcatraz orolidagi qamoqxonadan 1934-1963 yillardagina foydalanilgan. Qamoqxonani saqlash xarajatlari juda yuqoriligi, inshoot eskirib ketgani va noinsoniy vahshiyona sharoitlar uni yopishga sabab bo'lgan. Orolda joylashgani bois uni o'rab turgan suvlar juda sovuq va kuchli bosimga ega bo'lgan, hamda hech kim u yerdan qochib keta olmagan. Turli ma'lumotlarga ko'ra, Alcatrazda mahbuslar kiyimlarsiz, to'shaksiz, qorong'uda va o'ta nam sharoitlarda ushlab turilgan. Suv va ovqat deyarli berilmay, ruhiy va jismoniy qiynoqlarga duchor bo'lishgan. Keyinchalik Alcatraz yopilgach, bu qamoqxona haqida turli filmlar ham ishlandi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, u yerdagi mahbuslar aqldan ozib, o'z joniga qasd qilgan yoki kichik tartibni buzgani uchun ham oylab izolyatsiyalarda saqlanishgan. Migrantlar lageri qurilishini Oq uy ham mana bu postlari orqali tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, ishlar borishini US Department of Homeland Security, ya'ni Ichki xavfsizlik departamenti nazorat qilmoqda. Postda coming soon, ya'ni tez fursatlarda degan yozuv bilan timsohlar qo'riqlab turgan obyekt rasmi joylangan. Sun'iy intellektda shakllantirilgan rasmni departament e'lon qilib, Oq uy qayta joylagan. Timsohlar boshida esa ICE, ya'ni AQSh immigratsiya va bojxona nazorati yozuvi tushirilgan bosh kiyimlari ham tasvirlangan. Faollar bu lager insonlar hayoti va atrof muhitga zarar yetkazishidan noroziligini e'lon qildi. Prezident Tramp hali bu lager haqida o'z fikrini bildirmadi. Biroq uning administratsiyasidan Ichki xavfsizlik departamenti bu markazni qurib ishga tushirish uchun kerakli bo'lgan federal ruxsatni berib bo'ldi. Prezident Tramp rahbarligida biz jinoyatchi noqonuniy muhojirlarni ommaviy deportatsiya qilish bo'yicha amerikaliklarning talabini bajarayotganimizdan faxrlanamiz. Biz Florida bilan hamkorlikda yaqin kunlar ichida migrantlar saqlanadigan joylar va inshootlarni kengaytiramiz degan Ichki xavfsizlik departamenti kotibi Kristi Noem. Oq uy e'lon qilgan rasmlar ostiga izoh yozganlarning aksariyati bu tashabbusdan noroziligini bildirgan. Ba'zilar AQShning bu davrini sevdim desa, yana ba'zilar bu akkaunt 5 yoshli bolakay tomonidan boshqariladimi deb yozgan. Mening to'lagan soliqlarim ICEning timsohlari rasmini sun'iy intellektda yasashga ketyaptimi? Hukumatimiz balog'atga ham yetmagan. Bu juda uyatli, o'lyapmiz deb yozganlar ham bor. Yana bir akkaunt foydalanuvchisi esa administratsiyani faqat xalqaro sud to'xtatishi mumkinligini bildirgan.